Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ummu Salama degan ayollari bo'lgan. Bu Ummu Salama onamizning qizi bo'ladi, Zaynab degan. Zaynab onamiz yoshlari 70 ga yetganda ham deydi, yuziga tirish tushmagan ekan. Shuni sababini nevaralari Zaynab onamizdan nimaga sizning yuzingizga tirish tushmagan deganida, onam Rasululloh xonadonimizga kelganlarida, tahorat olayotganlarida meni kirgizib yuborardi, payg'ambarimiz tahorat suvlarini qo'llari bilan yuzimga separdi deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning o'ziga xos badanlaridan xushbo'y hid kelib turadi. Payg'ambarimiz Quboga kelgan paytlarida Ummu Sulaym degan qubolik ayolning uyiga kirib dam olardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir safarda kelib, o'sha juda qattiq issiq, jazirama issiq paytida Ummu Sulaym onamizning uyiga kelib yotadilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning badanlaridan muborak terlari oqishni boshlaydi. Oqishni boshlagan paytida Ummu Sulaym onamiz shart turar ekanda, ko'rpachaga oqqanidan olib uni sidirib siqayotgan paytida payg'ambarimiz uyg'onib ketadi. "Ey Ummu Sulaym, nima qilyapsiz?" deb so'raganlarida, "Ya Rasululloh, badaningizdan oqqan terni sidirib olib idishga solyapman. Farzandlarimga mushka anbar qilib barakat qatorida ishlataman" dedi.